Aypıranın derisini çorağına tükürüp alay dedim. Döyfang boşunu da hapın yol dep çıktı mı? O ikisinin şivesi minik ne ağır çıkarttı. Ha, ulan bizim bek samirtte, bunda kılıp bizi yemekçi. O şey laveleme besin pişim adaydı karanlar. Her bir yumru sözlep aa dep gülüşün var ki. Kubayning obrazini shunday yaxshi yoritibsan. Yeshig'i nisbatan cho'ng muvaffaqiyat. Abi şu arzu armanlarınız yetkisiz enim. Karacan, oynamamsınız da buzulkamam da o. Bizim programımız nait yuqori kayfiyatda davomlashyapti. Ustozlarimiz nait yaxshi baholarni beryapti. Korxonchilarimiz nait yaxshi mukofotlarni beryapti. Mush kayfiyatda yana programmamizni davomlashtiramiz. Yana qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Oho, acayip şaka bu. Akala. Şakala hacı. Dakikati. Ürüntü diyen başta şakan bu. Kelgenimde bilmez. Sol sarayga akir dedi. Akirdim. Qanda qoqaldi bir ko'ynak tutsam 9000 dedi bu. Voy qo'pay, bizning malda ishga qolib keldi 9000 ga. 29 so'mlik yana yaxshi bo'ldi. Anda desam pitga daqamaqda. Hadi me. Örümçek kelib edim. Avtobusda birinden baka. Hammasi bir ko'ydan ko'rib atadi, nurg'on cho'kalar qarabsa. 10 so'mda ko'rib oxirda o'tadi. Oxirda o'tirib edim. Qanda holdi bir chiq mandal takkizdi Laurinka. Yani bir chiq mandal takkizdi Shashinka. Bir shopor. Qanday demasan ya? Ya hammasi bir so'mda ko'rsa ismini davatsa 10 so'm ko'rsam bir Yusufga demaysan ha? Qo'pqalyapti. Asa daymada. Ha, bada momay bilan yaxshi o'time. Vaqitim shu ballarning yo'qligini o'rimchikka qoldik. Aypirandil keldim. Kelildi pag'inam dedi ku. Adda. Aypirallarga chiqib qolsang yerga qarab qo'y. Odamni qushqashda ko'rindi ekan. Ya, vaqti. Chiqib edim qaranglar. Baştal qarab edim bir odam qushqashdakli ko'rindi-ku. Ha. Qushqashdak ko'rindi ekan dedim. Meliq mulozimat qiz keplam. Çoğunda da aypıran tek üşmedi bu rast kuşkaç demem de. Kada. Kaydeden aypıran lapıdık kötürüldü. Çoğunum ilaşkende bokağa. Yani şakadı. Mekinene kızı. Sen ne oldu deydi. Çoğunum yama ilişkit vardı. Aypıranın derisini çorağına tükürüp alay dedim. Acayip işte bu ya. Aypıran akığı bağım kege. Ahmet. Ha, nemi adam silah. Nemi gol attı. Akılağı basam başkalarına bir şey şükretmesin dedim de. Bak mamayga gel koytayım mu? Akara bir uçuna vet koyuptu. Vallahi ben tövbende. Hey, acayip mamay bu. Aldık ettim telefonumga tırınglık kaldı. Baştal qarab edim. Tenha hayatlıdaydı. Bir qushqashdim bir kapti de deb qarab edim. Tong o'tanga 62 kirgan bir momayka. Qaçildim. 3 kun paranglashib edim. 4-kunida 500 ko'y sordi. Sanavatqa o'xshaydi deb badim. Monola qo'y, ama acayip momayka bu. Bir hafta o'tdi, yo'q. 5 hafta o'tdi, yo'q. 3 gap so'rash numus qilib tong o'tanga adamның beşiği kun tushganda asqatga mashta qistab chiqirib edim. Ha, voy pulni beramdi, tong o'tanga yurak berib qo'yibdi ota. Voy. Sening ular at so'ray deb xap bo'lmay pulni berib etamsiz deb edim. Telefondan Döyfang boşunu da xapın yol deb chiqdi-ku. Voy, yutdi, kasablar, yutdi. Evet, otağa, momayni saqla, yonda bo'lsa bir paranglashamiz ya baldirim. Aya, 500 ko'g bir yurak olgan bo'ldimmi? Mana momayni terishtirib qo'yma. Bir kun o'tirib edim, kot qilib egan terishtiray deb. Ya, lapasni ishkini attingmi? Atdim, nemda qildim adam. Qara uyda ishkini attingmi? Atdim, maqir nemda qildi. Debedi. Etilmegan bir aya qamg'andu desam, qaldi qari etilmegan sening zuvoningni qaldi dedi qaranglar. To'xta.
Mama, yaxşı mamay 40 yıl oldu öy tutuvatı be. Bir yeri hoş yıllar bilen ne bahsediyordu. Vay hoşluğumuz 3 kavat öy saptı olmanız hep birin. Vay hoşluğumuz kal soyuptu biz at soyaylı aşın dakılda. Bir gün Mehmet krep. Hoş yıllardan kıykasak bulmaydı şunda mı? Desem hoş yıllardan kıykasak. Bir gün hoşluğumuz ayağını koyutup da Mehmet birini koyutup alay mı? Demedim. Yusuf kızık yakınsız ki. Hoş yıllar öyle mi? Ben siz işim odaydı karanlar. Onda diyen bile ama hoşluğumuz var o. Tohunun pokula bu. Bir günün başında ışkal oturup idim. Çırayı bir kısım olup geldi. Benim soraydı gidiydik. Soraydı. Açıktı bəmeydi. Bir hafta tutdu. Hatta jıllah bəmeydi bu. Şimdi ona benim soraydı olmuş kasap etip kort oynayıp oturup idim. Hey Yusuf, adaş. Atar ulan işiltemse. İşilteme. Hazır işletkin tutsam sen uflap uğut işilteme. Takas baka olmayma. Onda olsa adaş. Paltanı yürüttüre otu yürü var ay. Vay vay, tavulu okup gittiler gol. Bədim, et sakır pırtı, sepi yok. Kamlatmığa işte, kamlatmığa. Özü bizden mellik emez. 10 yılın aldığı küçük egen. 10 yılın aldığı özünün mellisi de, nörgü adamın aldığı da yel koyu tıkaptı ki. Bak, numus kıpıyını yaptı bizden mellike. Aldın kapı tutup kaldır geldi. Kayıtınla, işinla unt kaldı. Ya rast unt kaldı mı? Unt kaldı verin la. Dep koç sırkırısı 5 yaşlık bir bal oyna vatkan. Bala, kan çıkırdı. Vay şu çoğunda da bizden meydi bir adam osuyup 5 yıldan gitti uyutken mi? Bak hoppa bana 5 kırıp 5 ki. Dep yana kezberi bir bal oynayıp ha. Sen kaç çıkırdın? Vay men şu çoğunda da bir adam osuyup 3 yıldan gitti uyutken mi? Vay yetti kırıp sen manga ne var? Dep to ayaldın telefon ki kaptı. Lö tıkıtlar. Ne oldu? Kanda oldu? İşiniz on tuttu mu? On kalemde bugünün valeri kalender kıpşırtıydı da işte. Bir yaxşı yerimiz, nevrilerimiz isildi. Vay omaklıkı, kasapet ne? Bir günü maşını oynayıp gittik ya. Ya valla, ki maşını ben salamsa, vay şinşamayı kim nişayım bu? Vay şinşamayı kim nişayım bu? Maşını için oyun değil mi? Vay valla, sen maşınların ağaç ölüp geçen bok ki. Sen ölmeyse, vay ne mi ölmey be? Vay şimdi mumam ölmeydiğen kıyıdaydı o. Andım o şu Halık meydanımda bir dabaz adamdı aşının ağzını ötüydüm. Ölmediğen çırayını koyduğun öfsün. Pah! Karaplı kaptı mı? Bizden məlləgin nənin bir nimləri çaydı ekan taң. Qalay mı qalla oynaydı usul ne? Açımaq taqıb. Vurumdan kirkitdi qiyatiya qıptı. Hey moş işlandı da. Qazaq. Buro qılanı usulda bir oynaytayım. Oynaytay ya. Yaş vaxtlarımızda əslab oynamam de. Yaş vaxtlarımızda asışlatmak. Vah! Yaş vaxtlar, momaylı kamda bana zaten momaylı. Vay, öte gide. Vay, yaşlıqsın ketip tıxmı deyim ya. Yaş vaxtımızın o çağlıqdı. Onda olsa, yaş paranlaştık. Ben astama kemperimni tep alay. Keyin kuturmuş kalim, omuşum momay kerak emas mı? Oldu ha, baldırım, paranlaştıraylı. Hacı! Ne dese? Yana 9 manlık koyunakını tutup tuğum. Koygan ya, vay. Çıkıp kaldım sahnege, mezmut kademini taşlayma, ruhsat kısanlar ustazlar, özemni tanıştırışını başlayma. Salam xalqning ko'nglidan cho'nqir o'rnagan to'rt ustoz Karxonchi aka hadla G'ulji o'g'li Bilal Musadin sizlarga o'ttiq salomlar bo'lsin. Ben mi battım? Yaxshimisiz? Hoş geldiniz inim.
xili kichikasiz. O'zim 18 kirdim bu yil oliy maktabga imtihon berma. Usul jiqroq o'ynayotganmisiz asli ya? Shunda o'ynaydigan hamdalik. Uzilib ketib qolamiz deb men o etning vaqtini shunamdi. Asli buvay momayning rolda ishda kelgan, o hadimiz kelamaydigan bo'lib qilib, Urumchi kelgan kuni yana shuni ayrim tayyorlik qilgan hamdi. Sening bahoringlarni anglay deb o'zim shu aktyorlik qiziqima. Shunga hamda sizlar bilan bir yuz ko'rish maqsadida keldim. Rahmat. Numur bitib bo'lgandan keyin Urumchi kelish jarayonida Borimiz deb biletni olgan vaqtimizda kelamidi kelammaymi dedi. Shuning bilan mush qisqagina vaqt ichida shu numeringizni o'zingiz o'rindadingiz. Poyezdga kelib o'ylashib, yezib, qaqaga yerni o'zgartib shakil. Ajr qilibsiz inim, rahmat. Unda hozir baholovchi ustozlarimizning taklif fikrlarini anglab baqamdiq. Bilal Musajan, rahmat sana. Bu yil to'liq o'tirdi. To'liq o'tirishdi. Oliy maktabga imtihon bersa. Bek mo'yin jilinka bu yilanda olsa 7-6 oylarda imtihon bersa degan gapda. Shu aktyorlikdan berib baqaymi deb o'ylashib, tayyorlayapman. Maqsadlaring yetkazsa saqam. Rahmat ustoz. Mana bu voyning obrazini shunday yaxshi yaratibsa, bizning G'uljida Arafat deydigan bir inimiz bor. Saud voyni. Shuningki ahanglari, sinini xili o'rganibsa, u yaxshi aktyor. Bek undan bo'pti, yeshing tek 18 yosh. 18 yosh. Mana qara 78 ga kirgan, 88 ga kirib qolgan bu voylarning obrazini bizga xili yaqin holat ko'rsatdi. Qisqa oraliqda shunday yaxshi tayyorlik qilsa bo'laman. Rahmat, bizning programmamizni shunday yana bir xil yangi bir obraz bilan beyitding. Sana 10 nomer berma, rahmat sana. Muborak bo'lsin. Qarşılığımız sahnamizga kelgan anıqam. Rahmat. Senin bu numarani men alaydi yardi. Chunki sen bu aktyorlikdan hech qanday bir ta'lim olib boqmay turib, shu o'zingning qiziqishing, havaskor sifatida ko'rgan bilganlaringga qarta mushunchalik bir numarni o'rinlab chiqish xili ta'sish. Bu hamda hisobda bir jihatdan to'quvshuga yiqilishib qoladi ma'lumot uchun. Obraz yaratibsa, obraz yaratishninki hamda yuqori pallasi obrazning xarakterini ro'shan ifodalash deymiz-ku. Tek ma'noda sen xarakterini mazrak qo'shibsa, bo'lib mayliqi bu oyning har bir yumru so'zlab, deb kulishing bor-ku. Shu kulishlaring degan shu obrazning xarakteri degan gap. Bu sen hech qanday ta'lim olmay turib, shunday obrazni ham kiyim-kechak, so'z qilish, uslublardan tortib yo'ritib bo'lib, oqidan sen uni xarakter qo'sha olding degan gap, xeli saviyaga yetdi degan gap. Ben sana qattiq rozimanlik bilan numar beraman. Rahmat. Muborak bo'lsin. Bek omoqkansiz. O'zingizningki shu yaxshi ko'rgan aktyorlik kasbiga qiziqma degan so'zingizni anglab men bek sevindim. Chunki bizning izimizni bosdigan avlodlar yetishibdi. Shuningdan shunchalik xursand bo'ldim. Shu arzu armonlaringiz yetkaysiz enim. Oliy maktab imtihonimizdan nihoyat muvaffaqiyatli o'tishingizga chin qalbimdan tilakdoshman. Ishlaringiz qutlug' bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Abdulla ustoz. Bilalninki bu bugün bizga ko'rsatgan o'yinlardan nihoyatda huzur elib o'yan ko'rib o'tdik bizmi. Haqiqatan obraz yaratish bo'ldi buningda. Yeshiga nisbatan cho'ng muvaffaqiyat. Buvay ustiga. G'uljidagi buvaylarning qanday shivida, qanday mijozda ekanligini bizma tadqiq qilgan bu do'stlarimiz g'uljilik. Buvaylarning gapini mushu Xalmarada kanalmanchi bizga deb berdi, bizma berib ko'rimiz. Naq shunday Uçuyor, xushpel bir buvayning obrazi ya. Hamma gaplarni deb beryapti. Herkes üzülmedi bu bir jipchi. Oxirdimi mantiqi buvay bu kayfiyatni, bu xarakterni aniq yaratish uchun cho'qim bir usul o'ynaydi deyman deb tursam. Usul o'yindi ya. Uning kaynidan taqa usul o'ynab tuytutamdiki desam, yani buvayning xarakteri bo'yicha yiqilib ketyapti. Uningga chidab bo'g'ilmaydi ekanda. Yoshlik qilgan bilan buvayning jismoniyat yordamiga keladi va oxir Mumayni unutqanma, yani Mumayil bir putur. Mumayni izlab ketdi. Agar bu bola Abtuzda kelgicha mushinchilik ish qilgan bo'lsa, keyin agar o'zi yaxshi ko'rgan kasblarda o'qib qolsa, bir yaxshi aktyor yetishadi deb shunday ishonchimiz bor. Rahmat. Bizmi kelar qatim yana kelishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat, muborak bo'lsin. Ustozlarning 40 nomeriga erishdingiz, endi karxonchilarning nomerini ko'rib baqaylik. Vah, 101ga erishdingiz, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin inim. Hammanglarga rahmat. Qisqagina vaqt ichida
Özünüz şu numarını qaytadan mükemmelleştirip sahneye çıkıpsınız. Muş özüdeki muş kesipki bolgan bir oddek iştiyak. Anındaki muşu programı katışıqı bolgan bir pozisiyasi bu inimizni hiç qanday qiyinchilikdan voz keşküzemepti. Rahmet. Ha, onda bo'lsa mukofot buyumlarimizni berdigan bosqichimizga keldik. O'zingiz kichik bo'lsangiz-mi, obraz yetish jihatda haqiqatan talantingiz bor ekan. Sizning shu oliy maktab imtihonida a'lo natijadan o'zingiz orzu qilgan kasbga o'tishingizga tilakdoshman. Rahmat. Hamda sheriktimizningki ne'mat qahvasi, haqiqiy sharbatlar bilan ko'nglimizni hadiya qilaysiz. Rahmat. Rahmat inim. Gerçi o'zingiz 18 yosh bo'lsangiz-mu, biz nayt hayron qoldik. Bu psixikangiz haqiqatan bir mo'ysib voylardek nayt pishqan ekan. Shunday suyundim. Birinchidan o'zingiz shunday nayt hurmat qilgan mo'ysiblar uchun o'sha 100 yosh sog'lomlik mahsulotlaridan 500 yuanlik. Hamda shirkatimiz mablag' solgan o'sha oliy maktab o'quvchilarininki mayli qo'sh tilda imtihon bergan bo'lsin, mayli davlat tilida imtihon bergan bo'lsin, qaysi kasbda o'qish oliy maktablarninki tizimligi, qaysi maktab to'ldirish eng yaxshi bo'ldi deydigan mushundaq bir aqliy iqtidorlik sistemamizni biz bu yildan tortib yo'lga qo'ygan. Shuni o'zingizninki shu qadrdon saboqdoshlarim biz 10 kishilik shuningki alohida a'zolikni sovg'at qilaylik. 10 saboqdoshingizga bizning ko'ngil sovg'imiz bo'lsin. Oliy maktab imtihonida utuq qozonishinglarni men chin ko'ngildan umid qilaman. Rahmat. Məmmo Nəzifə şirkətindən sizə bir yürüyüş üçün qaçınızdan soğat qalay. Arzuyunuzğa yetişinizi diləkdaşman. Rahmet. Rahmat. Aslemde kildiğadımda çıktı bege. Mama yoğamız mama ile leper oynayan gayeler bat demdi. Bu dakika. Endi bokala. Kina durup da yalğız qalğanını qarayır. Gayret qıpsa rahmat. Ha, qanday fikrim avvaldan yaxshimi? Yaxshi ekan. Sen o'quvchi kelsa emasmi? O'quvchi turib, misha kelib, mush programma qatnashib qilganim uchun Karvan mablag' silish shirkati nomidan 500 dan naq pul bilan. Muborak bo'lsin. Bilal, ha? Bilal. Yaxshi, nayt tirishibsa, o'zingma aktyorlik kasbda o'qimay turibmi? Mo'shinchilik nomini chiqqaning o'zi ba'zi bir aktyorlikni nisbatan xeli cho'ng ish ma'vo. To'g'ri. Men mushu rag'bating uchun sana bu da bir yılgıçılık bizning TTD markasidagi Meg'izlik qizil gul qanti bilan pinni gul qantidan shundaqla pat ardı chiqadigan yana so'qmoqlarimizdan bir yilgacha har oyda bir yurishni avat beray. Muborak bo'lsin. Soğmaqlı yediğen buldu bana. Tuturum egilmeydiğen buldu. Bu yüzden tişle tur kazanacağım. Yaxshimisiz ukam? Sizning mushu tirishchanligingizga, mushu jasoratligingizga men qoyil bo'ldim. Sanamning ash yurish maqsadlarimiz bor. Ashtingdan bir yurish, endi 500 ham maqbul. Rahmat. O'quvchi ekan, sizning yaxshi natijalarni olishingizga Rag'batlantirish uchun. Rahmat. Biz Hotel Lezzet Yemek İçmek Terakkiyat Mesuliyet Çeklik Şirketi'den sizge biz özümüzden her bir mesuliyetten bir yürüyüş yani navada siz şu özünüz arzu kılgan aktör kesbiga ötelisiniz biz sizin 2 yıllık okuş mükafat bölümünden teminleyimiz. Vay rahmet. Vay. Çok kaptırışı be. Yana bir hayalınız bilan kelsangiz keyin kichik jilnoma chiqadi. Ashlar bilsakilar qaytaman. 4 yillik maktabda 6 yil o'qiylar bizni o'g'lim. Yaxshimisiz o'g'lim? Mening o'g'limdan 1 yosh kichikkansiz. Bak suyimli ko'rindingiz. Yaxshi natijalar bilan o'zingiz arzu qilgan maktablarga o'tishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Shuningga men abim shunga baldirli qo'l ko'tarishimdagi sabab men shu o'qish pulini ko'tarmoqdim. Keyin kichik jilnoma chiqibdi. Ko'taran. Lazzatning 2 yil bergan bo'lsa, ifronadan 2 yil beramiz. 4 yillik oliy maktab o'qish pulingiz hal bo'ldi. Mencha. Rahmat, Allohga rahmat. O'zimizdan Hamda oliy maktabga imtihon bergan saboqdoshlaringning hammasi kelgan bo'ldi da. Bizning ifrona girim buyumlarimiz bozorga chiqqali 11 yil bo'ldi. Bizning Şinjanning har qaysi yerlarda setish o'rinlarimiz bor, vakolatchilarimiz bor. Sizni tarbiyalagan esil onangiz bor. Shu onangizga bizningki ter asrash yurishligimizdan, anki rangli girim buyumlarimizdan bir kishilikdan sovg'a qilay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi ekan, yaxshi. Siz 18 yosh ham o'quvchi. Bizga yaxshi nomerni olib kelibsiz. Biz haqiqatan qoyil bo'ldik sizga. O'qishingizni yaxshi o'qing. Bo'ldik. Yaxshi o'qisangiz aktyorlikni imtihon bersangiz cho'qim o'talaysiz. Biz korxonchilar ana
o'qish pulingizmi hal bo'ldi yiningizda biz men ota onangizga ham sizga Shindil şirketimizning tövgüst yuqori kalsilik oqsil talqonlaridan hammaylarga so'g'at qilay. Rahmat. Rahmat. Bilal endi çoqum tirishing. Bo'ldi. Endi sizning besamingiz teqim eg'irilishida qo'y siz oliy maktabga cho'qim o'tmasangiz bo'lmaydi. Biz hammamiz 4 ko'z bilan sizning oliy maktabga o'tgan xabaringizni kutaylik bo'lamdi? Bo'ldi. Hammanglarga rahmat. Mümkün bo'lsa endi maş oliy maktabga yaxshi tayyorlik bilan, mushu hozirgi postiringiz bilan oliy maktabning bo'sug'idan atlagan kuningiz biz cho'qim sizni bir suratga ilib ish programmamizni bir e'lon qo'yamiz juma. Bo'ldi. Demak, sizning orzungiz emas, mishadagi butun ustozlar, korxonchilar hammamizning orzusi. Bo'ldi, undaq bo'lsa, yanami yaxshi tayyorlik bilan yana bir qatim programmamizga qatnashishingizni umid qilamiz. Bo'ldi, hammanglarga rahmat. Mushu munosabat bilan meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga cho'nqur rahmatimni bildirma. Hammanglarga rahmat. Xudo ko'rishga hammanglarning tini salomat bo'lsin. Unda hozir qizg'in alqishlarimiz bilan keyingi mahirimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qo'lxot mashinalarni oydamoq biza japoykina. Oydalamsiz ya? Oydashni oydayman. Shu qo'zg'atmoq biza tasga. Ha. Ayli malli baqa vaqtida oslab bersam sayral tushibding ha? Qo'yt qo'zg'atib bermay buni. Aras qo'polisiz dikti yurib kelib ishini yeb biting ha? Oy! Aka. Ha? Qanaqisi xotinni qo'ymaydan bo'ldi. Bunda gap xotinning cho ko'ziga tikilib qarab turvelang. So'qish qolganda hargiz biyaga qaraqamam. Mishqa. O biyaga qaraqasınız. Xotin kishtiga chonliq qoldigansiniz ha. Shuna bektikdika. Yo'q. Qanaqisi xotinni qo'ymaydan bo'ldi deyapman aka. Ha. Atamdan so'rab bakın Cuma. So'rab bakayaman. Ota. Bo'ldi. Yaşa. Hurmatli aziz ustozlar, korxonchilar, hammangizlar mush vaqt xayrlik bo'lsin. Farhod Sattardan hammangizlarga o'tliq salom. Oldi bilan shu o'zimning kasbidan yig'izsam, men shu 2012-yili ovoz aktyor kasbiga o'tgan. YouTube 2017 bitadi. Mush jarayondagi azroq bir qiziqarliqni so'zlab beray. 2012 mush maktab kirdim. Har qaysi yurtlardan kelgan bunda bir savodashlar bor. Ichida mening shiva Muhammadni yig'irdi. Ma'lum bak azirga meningcha. Ukam, sizning bu kasbingiz ovoz aktyori, ammo lekin shivingiz bak yig'ir qanday qilamiz buni dedim, men tirishay dedim. Shuning bilan 2 doktoratsiyachilikda o'qiydigan o'rtaq til yaxshi og'inamni qit qo'ydi ham dedim, shu Urumchilik. Ha bo'ldi dedi, hafta 10 kun ular bilan birga yurgan bo'ldik. Ikkisining shivisi menigina yig'irch ketdi. Shu Turpan Qorg'ujidan hozir chiqqandaylar-chu. Voy otam bu qanaqa ketdi, Paratjon bu bo'lmadan o'zingiz tayansangiz bo'g'day dedi, bo'ldi dedim. Shuning bilanki ovoz berish darsi bo'ldi. Abildab ovoz berdik, u filmninki karton edi. Kurk to'g'onlar safavarligi deb, boshliqqa kurk to'g'onga men ovoz bergan. Uning asl dialogi ular bizni beqib samirdi. Buni qilishlik sabab bizni mazlik taom qilib yemoqchi. Aslida bir gapdi u. Ona ovozini berib bo'ldim. Voy, o'zim shuna katta beryaptim-da men. Va. Tamana chiqsam bilib ma'lum 5 top turkitdi. Ukam nim desam bo'larmi, kelasan. Anglab baqa deb. Voy, qonaqda qo'yganda men deb olsam bilib mening bergan ovozim, "Ha, ular bizni beqib samirdi. Buni qilib bizni yemoqchi." Shundan o'ylay bu to'xta. Bu shivin tuzishdim azroq bir kuchsam bo'g'day dedim, o'qituvchimmi dedi. Siz Urumchini to'psiz sing'amay o'tamsiz jamshaga. Siz to'pni aralashtirib ishsiz qarangsiz. Misha sinkisiz deb chaqchaq qildim. Men chaqchaq qildim. Voy, qahraqi damlatgan bilan shivim yo'qmaydan o'xshaydi u ma'lumdan. Ma'lum dedi, bunda qildi. Ta'til qaytmang, kitobni chiqib ko'ring. O'zingizga mada tayining dedi, bo'ldi dedim. Uydagilar telefon qismi Opa, amal va menga xatingizlar uchun sizdan shivingizlar yomon eg'irmang ta'sir qilib bor deb. Xatul faranjidan bo'ldik. Og'inlarimga aqsimi shu. Sizlar shivinglar yomon eg'irka, men xatingizlar uchun deb. Qattiq tirishdim.
kitobni qattiq besib o'qidim. 2 oy ta'tilda hech narsa chiqmadim. Dodam qadamlarni ketib borma. O'sha men oldiga chiqdim, aynan bir chuzun to'rdim, nima ko'rsiz dedim. Sana shunga bir qo'ygansam, qo'y turbalıqmı demasiz deydi. Rahmat. Rahmat. 2016 vaqtlarga deyman. Opam qo'shliq tutma mashina paysga ketdi. Bala men ағиларның hammasini mashinasi var. Sen bunda bir mashina haydab yursan, mashina pray. Nima mashina olsa deb baqadi. Opam mashina desam, turiyamanjaq. 2 yil turga olib pray. Şudungdan, zudungdan da barıp reyla sizge desem öy turpanda. Koysu ürümçük baralaydı dep. Bu 2 yıl vardı. Ama birisi bir kod sakıyımız mene yürümez. Birisi mene sep mene şu 2 yıl okuşmayına yer basam. Dedi şunu olan ki maşın sattan yer kirdik. Kirsek şunu olan ki alık bir kez kız var ki o maşını bu maşını tunuştursa opam kalız şula. Mekla koysu ürümçük baralaydı dep. Opa bu yanı maşın Beijing Şanghay kim gitti bu? Olna opa bu bol bakma desem. Ha buldu dedi şunu olan ki mar maşında bana aldı. Kolxot aldım. Ben özüm kolxot yoqturmaçım. Kolxotni aldım. Opam men bakma. Ürümçi bir bakını baralım dike bu dedim. Voy barda opanım da barmaydı dep yolda. Opam kanı şual qildi. Hayda mangdım. Opam yol gitip bere bel xashligan puluq ish og'ir qoldimi? Qo'l yutgan mosam. Oyna qurib Paratjon o'ynabamsiz buzil qolmamdi u. Ürümçik chiqdik, sog' salomat qaytadan qoldik. Ammo yangi mashin bo'lgan ekan, shuni tez mangdim. Opam dariz qarab o'tirdi. Men qarmadida, sapsamadi. Qara qolganda o'tirdi. Opam ham qara qolsa, sen yomon ish tegadi ekansan deb mashinani bermay qolmishsan deb asta so'ran serib yuzga aka olsam, "O Paratjon nima bo'ldi? To'xta qolib bu" dedi. Ama öğretkiler mijozim shuna qiziqchi, shuna komediyachi. Opam bir vaqt dedi, "Paratjon, o'y yomon kechkilan bo'ldingiz bolam. Soat 10 dan qolsangiz, kirmang o'yga. Yomon chiqib kelib qo'yatim sizga." Ada qo'yajima dedi. Bo'ldi opam, diqqat qilay dedim. Shuni bilan u kuni yana kech qoldim. Tongata yiqqan kirdim. Astal jimit kirib yetib oldim. Opam atigini yaqmaydi menga, tushligiga qo'yib yaqildim. "Paratjon, qo'bgan" deb. "Qo'y nima bo'ldi opa?" desam. "Oqshom nechida ko'rdingiz?" deb. "O'ndim biza oshqalat ko'rdimmi-ki opa" desam. "Hey, ben ondan bize aşkına ben yatak uyuğunuz kirket dursam ben, yok dursunuz dedim. Ona olsun ben tazık koyu kirketke vaktim girdiniz mi ya desem. Tazık koyu kirip ben kirket dursam ben yatak uyuğunuz dedim. O apa amına koridor üç gittimiz cuma işkimez. Rahmet. Otam yaman kızıkçı. Bir kere ayalım lazarak benim de iş kaldım. Kirip otasam otam kirdi. "Paratjon, ne buldunuz la?" "Ay balıksınız ata sormuşsunuz bize. Benim de iş kaldım sen. Hey, oğul oldu yende jo. Siz savur kaçış buluş gerek. Savur kılın. Men qarab bana. Siz-chi desem. Men savur kaçam to'shayda qavadim ishlab ta. Men yaqotaman opangizga. To'shkas qana qilsiz atasam. Qana qilsiz almashtirib tursiz uni dedi. Rahmat. Opam bir kuni tomoq atmay chiqib sayoga kiring dedi meni. Ama vaqt emas bizga-chi. Sayoga kiring deganda tush tomoq vaqti chiqatdim. Opamni o'gib yodimda yo'q. Mal qarsam bola parang turibdi-ka, shaga kirib bola parang qatl ketdim men. Uyga kirsam tomoqlarni yetib yeb bo'pti uydagilar. "Paratjon, sayoga kiring desam, tomoq yetib bo'lganda kiribsiz-ku." "Baba, xo'pman, unutibdim, diqqat qilay" dedim. Atsi, bansh qildi opam. "Ochisi yo'q-ku" dedi. "Opam kiray" desam, "Chiqing" deb. Ma'qul deb chiqdim. Ochisini oldim. Bola yana parang tutdi, deb gap bo'lib ketdi men. Shuni onlayn unutib qoldim. Opam tillaydan bo'ldi-da, hamda terkidan bo'ldi hamda deb. Ochisini uyga kirsam, tomoqlarni yeb bo'pti. Safalar deb, mimol qo'yib uxlab ketdi cho'nglar. "Voy, bu qanaqa ketdi hamda deb, bo'ptilar, dushira bir dapaqay deb. Opa, ochisini kirganman" desam, opam qo'yib. "Hey, tomoq yetmay, sayoga kiring desam, yetib bo'lganda kirsingiz. Ochisiga kiring desam, yeb bo'lganda kirsingiz. Qanaqa qilyapsiz siz? Qiling'iz bir yat bormi, yo'qmi sizningki?" deb. Otam o'yni uyqusini ichib, "Hey, Paratjon bir narsa davamisiz, apti burunda qo'ysingiz" dedi. Rahmat inam. Rahmat. Amdan. Bo'lur. Katta. Paratjonni ilqi bir ancha-muncha taqdirga yumurlari bor bo'ldi. Qiziq. Ayolingizmi shu? Ha, ayolim. Ilqi yumurni yaxshi ko'rmayman. Tormoz qattiq tutgan. Qanday haqdisiz? Qandoq tutdi-ki tormoz deb turardi-ki. Ya onun en qiziq yeri mashina tormozni bek tutgan bo'lib ketdi-juma degan qana
Dedi, bak tutulgan olup küttü dedi, ona başka dikilamaydı dedi. Dedi, yani kanak dedi, ayağını, bu da vursa, konda düğün oldu ki ne o dedi. Eşiğe bak kızlar, Tokuşu okşaş. Ya Tokuşu. Turpan paranlarındaydı o, ilininki, aşı yakki paranlarındaydı o, Kaştalık, Muhammed Dağlık sanatı degandek, Tokuşu ba asli. Paratcandan degan gaplardim mi? Bir aile muhabbetini, şunda ama pak kız ah ko'ngil, sapdil, tuz niyat turpan kishilarni obrazini ko'ramiz. Mana shundoq shu bir maqsadlar bo'lishi kerak har qanday bir asarda. Bundan keyingisida ham cho'qim bu 4-5 ta cho'qim bir ideya bir yak berish kerak. Oddiy bir film bo'lsa hamda hammasi bir ideyani olg'a surish uchun harakat qilish kerak. Hamda shu moda bo'layotgan narsalar. Sizlarning san'atinglar texim taraqqiy qilsin. Sizlarda cho'ng umid bor, o'zingizmi mush kasb o'qitgansiz, bioyanni bilasiz. Texim jonliqroq bo'lib yaxshi nomerlarni olib kelgaysiz. Nomer beryapti, muborak bo'lsin. Paratjon, otam sizga yomon amroq. Otam sizga yomon amroq. Menmi sana bek amroq bo'lib qoldim. Voy, rahmat aka, rahmat. Sana o'xshash, shundoq bir muqim bir shivining ichida-chu, o'xshash bir xil shivining ichida cho'ng'igan. Mesela ben tug'ilib cho'ng'ayadimi, taranch shivisi deymiz ham biz. Shu atrofdagi yeza, nahiya, shahar bo'lsin, hamma odamning shivisi o'rtaq birlik xil. Shu men Urumchi kelgandan keyin cho'ng'aysa degan aytotimizniki, boshqalarga yarab ketgan ortiqchiliklarning birisi shiva yana. Shiva. Sana o'xshash modaq so'z o'yinsa, bak yaraydi xalqqa. O'ynagan kichik videolarni bizning oilada hammamiz yaxshi ko'ramiz. Bugun bizning bu programmamizga kelganingdan texnik xush bo'ldim. Bu programmamizga yana qatnashib berishingni chin qalbimdan umid qilaman ukam. Rahmat sana, rahmat. Keyingi sonlari bo'lsa, shu oilamdagilarni chiqib, mishada naq maydon itot o'ynaydigan bir orzuyim bor. Mana. Rahmat. Men Turpan şirisida gap qilgan bek yaxshi ko'raman. Chunki boya Abdulla ustoz degandek, sizlarning mushu gap qilish ahondilam Turpan xalqining nihoyatda samimiy, oq ko'ngil, o'zinglarning ashta xislati chiqib turdi-ku. Shu mushu alayligingiz bilan xalqimizga texim jiq xushalliklarni olib kelishingizga tilakdoshman. Rahmat. Rahmat, muborak bo'lsin. Paratjon, sizga bo'lgan bahoni shu ustoz intayin voyaga yetkazib dedi. Ben lezzet küldür programımızga ekegan bu numarangizni intayin yaxshi ko'rdim. Sizga 10 numar berman. Muborak bo'lsin. Rahmat. Unda qolsa karxanchilardan qancha nomerga erishibizkin? Mana to'liq nomer 100 nomerga erishdingiz. Turpan shevisini o'zgartmaysiz. O'zgartanmadim. O'zgartanmisin bo'pti, ha? Kasb ishlayotgan vaqtida gayda ovoz beramiz emasmi? Ovoz bergan cho'qim o'rtaq tilda beramiz. Bu chaqda o'zgartish kerak. Lekin mushu hozirgi holatingda u bir shivit so'zlash degan talant u. Rahmat. Yaraysan. Rahmat. Rahmat, unda qolsa to'liq nomerga erishdingiz, hamda karxanchilarimizning bir ko'ngil so'z ekan. Bu da qitim ailem bo'yicha kelaman dedingiz, ayolınız, apаңыз, shularga bizning Ifrananingki har birisiga teri asrash yurishligidan, rangli kirimlaridan soqlay. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qiziqarli siz o yo'llarni olib kelibsiz. Xush bo'ldik. Sizga mo sheriktimizningki Nimat qahvasidan bir soqlay. Rahmat. Xush kelibsiz Farhodjon. Voy, rahmat. Күлдік, сіз ойыныңызды аңлап, құшарлық ата қылдыңыз. Сізге hem ата-аныңызға, біздің Чинділ шеркетіміздің төгіст юқыр калсиялық ақсыл талқынды соғат қылай. Rahmat, rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Men o'zim shaxsan sizningki shu do'yin orqali ijtimoiy tarmoqlardagi bir sodiq mastoningiz menmi? Nəhayət yaxşı durub görürüz. Program jarayonida bizning E'tibor To'rsoy shaharchimizda nəhayət yaxshi yetilayotgan Xinlikan enzim fermentidan bir yurish sovg'at qilamiz. Qabul qilgaysiz. Rahmat, rahmat. Paratjon, nəhayət yaxshi bir numara kelibsiz. Bundan keyingi numaralarning texmi yaxshi, texmi sarxil bo'lishi uchun bizning mehmon şirketimizning Mehmonboy deb bir ichimligi bor. Shu yoshlar nəhayət yoqtirib ichayotgan. Men shu Mehmonboy degan ichimligimizdan 2 yeshik sovg'at qilay. Keyingi nomeringiz texmi isil chiqatgay. Rahmat, rahmat. Ha, Paratjon, qana yaxshimi? Ha, yaxshimisiz? Men endi sizga yana shu opangiz abiyan bir mashina berganning gapini qildi. Shu mashinangizningki 1 yillik, shu Moligrim markasidagi Abdulla bilan 1 yillik asrishini haqsiz.
qilib beray. Qayerda bo'lsa bo'ldi, ha? Bo'ldi, baxilchilik qilyapsiz, rahmat. Amaliyotda shuna qo'shib ketdim. Rahmat. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Siz chechingizni o'stirishni xohlamsiz? Men o'stirmaylam dedingizmi ya? Otam besha qarab biqib o'stirishni xohlamadim rostga. Lekin opamning bojimi o'zi. Damaydan o'qaman hamda. Yo'q, berdi. Ham ikki xil turlik maqsadimiz borchu. Chash o'stirmay desangiz bizning shu tabiiy ishlangan shu chash o'stirish, chash quvvatlash maqsadlarimiz bir yurish. Yuyishlik maqsadlarimiz va uningdan bir yurish beray. Bo'ldi. Qaysini tanlaysiz? Nima dedingiz? Ya hozir shu chash o'stirish maqsadimizdan bir yurish alamsiz ya yuyishlik bir yurish maqsadlarimiz var. Badan yuyish, chash supun degandek. Ikkalisidanmi? Qaysi amdan deb so'rdim. Albatta bu chash o'stirish maqsadimiz yaxshi-da. Hayda. Birini aznaroq qilib, birini sovuq qiling bo'lsa. Albatta ishkirsi so'g'at qilay. Bo'ldi, ishkirsi so'g'at qilyapti. Andan mushariki 4 ustozga andan riyosatchiga bir yurishdan so'g'at qilay. Bir ishitib berishinglarni umid qilaman. Rahmat. Buldu Farhodjon unda bo'lsa, bugunmi to'liq nomer bilan. Ustoz gapmoqchi. Voy. Hemen cık yakmayın oldu. Köz yakısın birini soğuk. Ya yakılıyor. Cık yaksın közden kutusu verdi da. Bizim baş maksat yok. Maksat yok? Ya közden kutusun başka maksat yok. Ben sizlerdeki video ne közden çıkarsa oldu. Şimdi ben sizlerde soğudukladı da hazır. Sizlerin videonu közden çıkarsa oldu onun. Oldu. Ko'nglimda ham desam, ustozlarning oldida mana bir yumor so'zlayolganimdan entayin faxrlanib turibdiman hamda Mo'shta programma bir jiqaroq bo'lsa, tig'imi talantli bolalarni boyqaytib demashdim. Lekin ko'znakninki baq gibidan xo'sh bo'ldim. Rahmat. Umumiy bir sahna menga nisbatan. Rahmat. Rahmat Farhodjon. Farhodjon, yaxshi ko'ramiz sizni-chi. Rahmat. Sizningki shu bioyaningni ish qilib bak qiziqarli bo'lasiz. Yana yaxshi nomerlarni olib kelishingizni amroq biz cho'qim kutimiz bu sahnada. Rahmat. Mush Farhodjon kilaqitim o'zing yan bir nomerni akilishni oldidanmish videolarni ham qatnashtirsa bo'ldi ekan. Aslida bizning yana bir bosqichimiz bor emasmi videolarni? Bo'tdi shu men toqatmagan hech narsaga mana kirishtirib qo'ygan. Hech narsa toqatmaysh, papni to'qog'ini biz olamiz. Lekin Farhodjon cho'qim kelsin. Kilido kagijarliqda. Videosini kelsin. Videosini kelsin. Otam biletlerini olib bo'ldim işte. Ha, bu yaxshi. Buldu unda xo'sa qizg'in alqishlarimiz bilan Farhodjonni o'zib qo'ysak. Kuldir sahnimizda sizni kutamiz. Rahmat. Kuldir, elni kuldirab. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldir programmamizni to'rda ko'rmoqchi bo'lsanglar, Ko'znak televiziya qutisi, Ko'znak app detali qatorliqlardan ko'rsanglar bo'ladi. Kuldir, elni kuldirab. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldir programmamizdagi qaysi nomer sizni eng kuldiralgan bo'lsa, kuldir saloni orqali bilet tashlasangiz bo'ladi. Albatta, qaysi nomer sizni eng kuldirgan bo'lsa, isil sovg'alarimiz bor. Naq maydondagi ustozlar, karxonchilar, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, Lazzat kuldir programmamizning bu soni mushada oxirlashdi. Komediya havaskorlari uchun eng cho'ng sahna Lazzat kuldir programmasi. Kilarksan programımız görüşelim. Hayır hoş. 下一期快乐100%栏目更精彩，再见。